Yaqinroqqa kelur. Yo'lpa. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Mana Samarqandga yana bir sabzi yuvadigan stanogimizni chiqaryapmiz. Mana egasi qabul qilyapti. Stanogimiz har doimgidek mana shu polietilin variantda. Endi stanog ma'qulmi yo'qmi? Bir og'iz siz ham aytib qo'ying. Endi hali qiziqqanlar qanaqa ekan ko'zim bilan ko'rganim boshqa deydi-da. Stanok haqiqatda ko'nglimizdagiday bo'lgan, ancha o'zgartirishlar kiritilgan. Menga yoqqan taraflari mana bu polietilinlar o'ta udobni, juda chiroyli xotiralgan. Menga shu taraflari yoqdi. Keyin bir faz bir nurga ishlaydi. Nasib bo'lsa men rozi. Yomon emas, juda ham yaxshi. Stop bo'lgan kattakon rahmat. Qo'llari dard ko'rmasin, ishlari davom etsin. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Endi juda nima deydi, juda vaqtida bo'lmasa ham, sal kechiksa ham bir chiroyli narsa qilib beramiz-da. Endi biz ishni yetkazolmay qolyapmiz, to'g'risi vaqtida. Shuning hisobiga e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Mashinani o'rnab qo'y. Bo'ldi, o'sha emas. Endi